Adam kırbaçı. Adam beraber kırbaçı. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamish, Rossiyaning poytaxti Stokgolmda. Hammalar mujohid qarindoshlar bilasizlar. Irshad Ibram. Mening ovozim chiqyaptimi, Irshad? Ovoz yaxshi kelyaptimi? Ovoz yaxshi kelayotgan bo'lsa, tagiga bir ovoz yaxshi yozmasa, bilas yozib qo'yinglar, xapamay. Rahmat. Men qarindoshlar tezroq qilib tushib ketmoqchi. Bugun bek uzun jiq temalar to'xtalmayman. Birinchisi, mana bu yaqinda Amerika hukumatiniki Rifiyani to'xtatish va NDninki pulini to'xtatishliq xabarlar chiqyotdi. Men bu gaplarni 2024-yili qaysi bir naq maydonda degandim, anglashni xohlaydigan qarindoshlar yana bir qatim ko'rib boqsa bo'ldi. Baştan degandim, Rifiyani taqaydi. Asad Süleyman efendim ve başkalar o bir taksininki kilişkilerini ap koygaç durunglar. Rifiyan taqaydı, inedinin pul to'xtaydi. Trump efendimninki Make America Great Again deganninki keyinigi nurg'un narsa batdi deb men shu chaqda degandim. Mana hozir Xudoyim buyursa biz hozirgacha chiqib qilayotgan gaplarimizniki asosi o'g'ashqa Alloh bizni sharmanda qilmadi. Munofiqlar qurultiyi va Turkiyadagi derneklarninki o'zlariniki sesqichilikqa chiqyotdi. Bizni ayni vaqtida fitnachi, yog'inga qildi deganlar mana endi o'zlari rasvo bo'lyapti xalqning oldida. Biz shu chaqda turmadagi ota-onamizni qo'yib turib, biz Xitoyninki bilan kelishim qilmay turib chiqib haq adolatni so'zlab qolganligimiz uchun Alloh taolo bizni rasvo qilmadi, mush munofiqlarning o'zini rasvo qildi. Mana endi oldimizda bularninki endi 2027dan keyin yana deb qo'yaymi, ishada munofiqlarni, jasuslarni har bir davlatdan birdan ikkidan endi tutishga boshlaydi. Buni ismini deb bermasam bo'lar. Shu chaqda ko'ramiz 2027da. Men degandim 2027gacha davlatlar har qaysi o'zining ichidagi solchil, o'ngchil deymiz, globalist deymiz, o'zaro kurashlar bo'lib, davlat ratlanib, andan keyin 2027gacha mana bu Rus Ukraina urushlari, mana bu Falastinninki sal jimiqqandan keyin dunyoning fokus nuqtasi Xitoyda bo'ldi degandim. Menimcha 2027dan keyin chiqdi bu jasus munofiqlarni tutdi. Chunki bular bizniki bizniki 20 necha yil mushu teshig'i chiqib, dunyo Uyg'ur qurultiyi deymiz, munofiqlar qurultiyi deymiz, surgun hukumatlar qurilib, asli bizniki Sharq Turkistonniki besilingan uzulsal zimin to'g'riliq, kimlik to'g'riliq bir narsa ezilish kerak. Ammo uning o'rniga buzuqchilik, poshivozlik, xalqlarni shu qo'rqitish, dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa hukumatning ichidagi odamlarningki vatanlarga berishi, andan keyin tog'dagi mujohidlarningki Xitoy bir turkum dindan olqib ketgan, o'zining mansubiyatidan olqib ketgan temalarda ba'zi Uyg'ur nodon xalqimizni tarbiyalab tog'larga chiqarishi, undan keyin g'olamdek bir turkum chanyalar deymiz, ming yillik tulka deymiz, chiqib ularni oq bayroq, Amerika ko'k bayroq deb ularni qonlarga bo'ylishi, bu O'rta Osiyoninki, undan keyin Kashmirlarninki bundaq bizningki qarindoshlarimizninki, bizning bu davorimiz qurolliq kurash o'lgandan keyin asli bizning kurashimiz asosiyatdan o'lgan. Qog'inni endi g'arbninki kuchlarimi bizni pul tepish nishoni qilib olgan. Ammo Xudoyim bularni ko'rsatib o'zinglar ko'ryapsizlar.
Germanya'nınki maşinsazlık olamdı, Amerika'nınki yumşak detaldan tartib iqtisodigacha butun narsigacha Xitoy singib kirib, endi bular uyg'onib, endi o'zlarininki kimning tahdid ekanligini bizningki qaqshig'inimizni bizningki qandoq nima qilganimizni bular bildi. Demek endi bu temalarda to'g'risida men bu 2021 chiqqandan keyin bakchiq so'zlab ketgan, bani o'yishib to'shga qilishni hech qanday bir hojat yo'q. Endi bu yerda iliqi Taylanddan qaytarilgan 40 qarindishimiz. Bu Taylanddan qaytarilgan 40 qarindishimizni dunyoda 3 davlat qabul qilamiz degan. Birisi Shvetsiya, ikkinchisi Avstraliya, üçüncüsü Amerika. 3 davlatmış 40 Uyg'urni olamiz degan. Lekin bizningki bu da'vochi deganimiz, hukumat deganimiz, munofiqlar qurultiyi deganimiz, andan keyin mana yoshlar qurultiyidan Dilyar Musobay apandim biroq deb qo'ygan. Bizning ishimiz adam qutqizish emas, davlat qutqizish. Biz bu ishlarga aralashmaymiz degan. Chunki haqiqatan demasam, Dilyar Musobay qilib baxti bu ishni. Lekin Avstriyadagi Saddam degan, Avstraliyalik Saddam degan bolaning ayolini Urumchidan akagichilik orliqida shu o'zininki bir tarqiliqligi o'zimi dedi-ku ekranlarda. Bu qilgan andan keyin shu yaqinqi vaqtlarda bu nihoyat aniq da'vatgan. Bizning qildigan ishimiz davlat qurish, biz iliqni qilmaymiz deb. Ammo yaqinda shu Roshan Abbos, Salih Xudoyor Tayvanningki, Taypeyninki chiqqan narsalarda hammasi Hidoyatulloh G'uzxon hammasi o'zini ish qilayotganda ko'rsatganda amaliyotda bular hech qanday ish qilmadi qarindoshlar. Mana burun shu Zumrat Tursun xonimning turish jarayonida voy ukam bu hukumat unda qilyotdi, voy bunda qilyotdi desam men Rossiyada plantaz maqtagandim. Rost ko'li nima ko'tagandim. Qilmadimi desa qildi. Qildimi desa 40 qarindishimizningki Avstraliya, Shvetsiya, Amerika shu olimiz degan to'rbatlarni tepibmi? Şu narsalarni tepib bular shu ishni qilolmagandan keyin demak bular ish qilmadi degan gap kirdi-ku. Faqat jidal majra qilib, buni men Amerikaninkiga men imzoni akirdigan men to'sam, bu to'hpini chiqiblam xat etib ketamdi deb, ma Turkiyaninki nimaninki surgun dokumentni mashru qilayli desa, mashruiyat qilamiz deb nima qilib elib, xatolikni tushunmay, urushib 27 tashkilotni yiqqan 27 imzo bergan 27 tashkilotni hech nima demay, uningni munofiqlar qurultiydi atmaganlarga hech nima demay, 27 tashkilot imzo atganlarning imzosini ep bo'lganiga urushdi. Urushib Xitoyning odami, avtonomiyatchi, voy Xitoy hukumati Xitoy hukumatni qo'lg'amoqchi, voy ko'rdi qana chiqarib qo'y tag'laringni qanda daymanda iliqi Zumrat Tursun xonimga Behram Sintoshnikini bek yoymi yoyganda yeyib ketgandinglar. Uni men deb bergan qo'y ayni vaqtida uni o'yliqi Behram Sintoshning to'g'ri nol tikansizlar men deb bergan qo'y shu chaqda. Buning hadisimi ishtamishda qildi. Desam deb kirib paydodin tepib yoymi yoygandinglar mana tag'isnikini yeyinglar. Qo'rqamsizlar uning milliarder bo'lgandan keyin bir ish qilib yetishidan. Nima deb bunikini yoymamsizlar? Mening qo'limda hamma nima bor? To'rda hamma narsa bor, bilamiz. Faqat demaymiz. Degan odam to'rdagi Solih Xudoyornikini ko'midinglarmi? Fushichi bilan tushganlarni, tag'illarnikini ko'midinglarmi? Nima maqsadlar bilan xalqning ovozlarini ilib, nima maqsadlar bilan xalqni qo'rqitib, muajiratni vahim paydo qilyapsizlar? Men u emas. Men Ershad Ibrohimov u emas, menmi u emas, biz borimiz. Chiroyli adresingizni tashlab bering. Biz unda ota-onasini tilaganga, uni bilim qilganga biz qo'qab qolmaymiz, taqimiz biz. Bizning tutquz qo'ygan yerimiz yo'q. O temaga hozir kelman. Bilmamsizlar Solih Xudoyornikini, Sayfullo Ajimninki, yoymini yeb qo'yib, rasmni kunda bir rasmini chiqib qo'yib Turkiyaga xatlab tuqqun bilan ko'rishligini bilmamsizlar? Bilasizlar, seningmi ashlarda ilayotgan bir foydang bor. Sening ashlar bilan tutishadigan bir yering bor. Bo'lmasa nima ishni qildi? Uyg'ur qonunini chiqarib beramiz desa, Sharq Turkiston qonuni deb haq bilan urushib ashada, mamanda bo'lmaydi desa, Amerikada men bilmaydi ekanman o ishlarni keyin nima qildim. Mashqetin Washington xitobnomasi buzib yetishding-ku. G'ulam degan latugoy. Sen chiqib tag'dikilarni terrorist demedingmi? Zumrat Tursun terrorist demedimi?
Salih Xudaya Twitter'da terörist demedi mi? Ey, o degan senin qattiq kurash seninki har bering o. Sen aşının lobichiligini qilib, aşını asli ma 27 tashkilot birlashib Washington xitobnomasini tuzib, alam taqdikilarninkini apirib Pentagonga tutqizib, o'zingning xalqaro siyosatini qilsa, ana bizning qattiq kuchimiz deb ya Hindistonga ya birga o'tkazsa ani, tumaydi u yerda u. Terörist bizni terörist degan narsani akab peshimizga kiydirma desang, Dajongnikini bilmaydi dema deb degan kim u? Ha? Ey, Xitoy davatidan terörist deb sen davatsan. Salih Xudayar davati sallarning og'zidan chiqardi kim terörist dedi uni? Hech qachon Xitoy Uyg'urni nima Amerika g'arblar Uyg'urni terörist deb bakmadi. O'tiramay qilishdi. Burun o'zang qopab ani bizning taqdiki askarlarimiz tilma, ular degan dashularni o'qigan ziyankash kuchurg'uvchilar davatqadan birli urilib, g'olamlar tarafda bo'lib, qarlab Volkswagen'ni tillashqa, ashnimi bir nima deyishga vicdoning chididi ya. Xalqning qishyoz turgan bir yil qilgan namoyishni, sening hukumating nima namoyish qila oldi? Aqsaroyning oldiga yoyma yaygan bilan bir natijaga erisha oldimi? Burun men hech nimani ko'rmay ko'zim itiq shaqaqning orasiga kirib olib, maqtab demankan men Abdibashirning sang echildi-ku. Ya Taylandnikini qutqizolmaysan, ya Hidayatullohning po'qichisi uningga kirolmaysan, chunki tag'diki bag'diki qonning ichida Abduqodir Yapjan, Ibrohim Damullam, G'ulam, Oblatnur, Sayfullah hammangning sesqichiligi va izzat kunni qanday qaytarib yetishdim? Afg'onistonda yurgan, Suriyaga kirib chiqqan, Qaysariyda kartlarni olib qo'ygan, O'qamat olib qo'ygan qanday qalpoqlarni kiydirib, ma'rifatilar bilan hukumatnikilaring, xalqaro jinoiy ishlar sudini alayda ismlarini yozib turib, qanday o'yin o'ynashding? Xalqning oldida ichishmamsan, shu narsani bilishmamsan, bilisasan, sen bilmaydigan narsa bormi? Sen men bilmaydigan narsalarni bilasan. Bütün adamınki narsasini bilsa, onu bilmemse, bilse, bilip durup, bu kuvvetinin hainlik, cinayet seninki, hakaysınınki, münafıklıkı yatıdı. Dexe, bizdenki, hazır kelime. Bu şu, Tayland'dakilarinkini biz iş kıldık. Nima işini kıldın? Qaysi bir işini kıldın? He? O sana Amerikacha qara. Vatanni sana etmeydi. Amerika'nın özünden ayrım nimasi var? Menfaati var Xitoy bilan. Uni öğrenmemdi bu narsa qo'liq aniq narsa yo'q. Ham jo'grafiyalik jihatdan Amerika bilan Xitoy dunyoning bir chetida. Amerika bir chetida, Xitoyninki bir narsani kelib qilib bo'g'icha Amerika o'zini o'zi qila oladi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu Amerika dunyoga kengayma deb bizning Sharq Turkistonni shu Yalta kelishmashida shu Cherchill Stalinlar bilan setib etib, Tayvanni ilib Mavzudonga Sharq Turkistonni ko'rsatib qo'ygan bilamsan o ishlarni? Bilmay tolib Amerikanda qildi. Amerika hech qanday qilmaydi. Amerika o'zining manfaati uchun ish qildi. Har qanday davlat o'zining manfaati uchun. Sen to'qib-poqila haqning to'qib ishtib yuribsan. 300 ming dollar berib qo'ysa, 150 ming dollar, 1 million dollar berib qo'ysa, enedenikin chapsa, Eliadniki chapsa. Ularcha qara o'zining manfaati uchun ish qildi. O'zining manfaati bo'lmasa, qilmaydi. Sharq Turkistonninki tag'dikilarni tillamaysa terrorist deb, uninki lobichiligini qilib yo'tkizsa, yo'qir Pentagonga tutqizib qo'ysa uni, o'zingning siyosiy nimang bo'yicha chiqsa xalqaro alternativ holda va qilayotgan hozirgacha lobichilik qilmading-ku. Ablatni degan jalab qo'tinning onasi mana Ramzon kirganning yo'g'i kashkichi din to'g'riliq tavba qilay. Sen tavba qil Ablatni, g'olam, Pasayfullah, sen tavba qildiganlar sen. Allah balaringni bersin aramdan bo'lganlar. Ağzımda buzib etay. Ro'z Ramzonda so'ylib ketgan bolalarning haqqi uchun bo'lsin. Tag'diki ashu nadan o'qimagan Xitoy mingisini juvatganlarni bir-biriga soldirib atgan sanga o'sha iblis xoinlarningki nimasidan bo'lsin. Zumrat tursin meni artist deb qarab ko'ntangni yezib sancha artist qilmagan men bu sanga chapanni sivitib turib chiqaycha anangizga. Acayip izib ketgan tamam, men nankor deb sen nankorlik qilmagan kim qoldi? Haqni tilamagan kim qoldi? O'zingning inisi o'lib ketishga yaqinmiding? O'zingning inisining to'y nazarida o'limida urishding. Ash vaqtda Zokra Isayning turpadi, ashimi tillab qildingga ana saqchiga olganda kirkatdingga to'shib qo'yishkinga. Maryam Sultonni bir nima da'vatatding ana Maryam Sulton Nuriga kelganda bir yig'iz tillanmaysan-ku. Biz sana bo'zak olmaymiz. Sening haqning adresini yig'adigan, rasmini yig'izdigan,
Ovoz og'izdigan, avatadigan xalqning ojizligini tutib, qildigan sening hech qanday anangning haqqi yo'q. Sana Norvegiya hukumatin bəlidi buni. Amerika 10 qitim berib keldim desa, yağan. Tushundingmi? Biz sana ishinib, biz seni voy uni buni desak, sen bizni tillab o'ynatamsan. Tillab o'ynaydigan adamning yerimman. Saningning yerimayliqni Urumchidiki opangni ishim dedimmi ya men? Dadangni ishim dedimmi? Anangni se qara ko'tich tillab o'ynaysan. Ya tillaydigan bo'lsa, to'shqizib yetma bu yerda mening namoyishimga chiqqan nurg'un odam bor bu yerda. Men uchun namoyishga chiqib kelgan puli yurdigan bo'lsam, uyda o'tirdi. Ey, cho'yib yetma, eningning rasmini topdik. Kerak bo'lsa berib rasm tatib kelib, qabriston tatib tillab o'ynab. Ya, ersak nima qildi? Nima deb ersak tahdid qilsa telefon qilib. Mening g'aybatimni qilpasan, qonimni qirg'anmayman. Sening qandaligingni bildi butun odam. Sen bu muşlar bilen birkensen bu, muşların dersini bilmemse, İstirin degen bu, apısını indi Şvitsariya bexatarlık idaresi işlemde, Norvegiya bilen Şvitsariya'nın otursa ki, onunla bir şenmeyse, onunla bir aldığından hemen ilip, o nerede Xitay'da nerede işleyen, nemi kıgan, ondan bilese, onu tep Şvitsariya'ya ketkizip ettin. Paydan oluşulsa, paydan oluş. Biz sana oynap bir koçak emez kara. Minin kızıl sızığım ba. Dilşat reşitmi, manda ben yigenge, işkenge kakşımıgan. Manda işte qilisa, sen obdan bilisa amini degan ovozning hammasini qo'y. Tangda tang. Sen nima deding, men nima dedim, ashyoqda chiqdi. Hamma ish, unimi deymaydi, Dilshatnikini oldirmay keldi. Hamma narsani ochaman. Sana bugun chapanni sol chiqdim men. Sen udilimga chiqib javob berishing kerak. Adresing navatishing kerak. O'g'limni yog'iladi, saqchi qiladi. Men saqchi qiz sandoramaylik, nati suldurama shu ya turgan. Biz so'radik. Unda arz kelmidi deganda, unda o'z mening inim tillab qo'ygandi desam, unda arz kelmidi, yo haqni qo'qitib, paypaq qilma. Mochi olsang, jura birga boramiz, kiramiz. Yegan, ishgan, aeroplan bilan olgan hamma faktorani saqchining oldida tashlab, uzangi keladi kelsa. Bizga hech nima kelmaydi, bizning vaqtli chiqim bo'ladi. Sen uni qo'qab qolgan odam yo'q. Sen nankor deydigan nankor emas, tuzkur deydigan tuzkur emas, solamchi jalabdan bo'lisi deydigan sen solamchilik qilib, sen qizingni Amerikaga meyga ip geldin, sen solamchi jalab bo'lsa, bunga yering kelib qolchandingmi? Bizning ota-onasi bizning adimizning jalab qilganmi, qilmaganmi sen ko'rganmidi? Ko'p satmaganmidi, chiroq yoqqanmidi? Sening qizing najab biz buni demaydi ekanmiz-ku, sening bolalarning najab qizil siziq deb ayaydi ekanmiz-ku. Sen mening og'an nasrimni, men avatgan narsaning hammani juysa. Men bütün huquqni sendan iptashlayman. Men burun ma'qul degandim. Chunki seni haqparvar, vatanparvar desam, unda chiqmading, yolg'on chiqding. Ben Şvitsiya'da Babır Maksut'un tutkan çağda ne deb çıktı? Xalqning adresi, telefon numeri, resmi, saqchi uyangni tashvish nima chiqadiganini bilsa, 10 qitim Amerikaga berib keldim. Qig'iningga u bitmaydi. Tushundingmi? 10 qitim Amerikaga berib kelamiz. Amerika konsulining odami kelsin, sen to'g'amdiki. Adam mototak qilmayadi, chiqib Erdo'g'onga tizinlab, mustaqil javob buzyapting bu ishni. Sen bağımış işlerini kayna bilmemse sağlıklarınkini. Acaba çimip geçiştin-ku. Tomar üstügenle jalaptın jalap kısıp tılap sen köygen mitin? Resimlerin geldi. Kolumda ba. Çıkamam sen de olsa. Ben de yok işlerse. Sen ekettin diyentin. Jilet eminesine bana ağızgan. Kıgızgan işlerinki hemmini şu an. Kanunsuz avu. Sen mi tatsa senin kızın mı tatıdı? Çünkü meye kelgen çağda yatağının içinde senin kızın retlep bergen materyallarını, senin kolundan kemmeydi. Cinayet avı ben sana dey. Eğer ne fikir erkinliğim olsa münafıklar kurul dediklerini tınla, bizim türmedekilerini açıdıkini tınlamay. Vay ben Amerika'daki dostlar dedim, bir haftada çıkmış yaptım. Appanın bir namısma. Bütün cidal poksudukların içinde. Mirzatla uruş kısağın sen aynı vaxtıda. Mananı təgməyliyə desən, o yapqab tılla verirəm, onu qıb, amman telefon. Ma telefonu urvatdı, ma balla çıral gəlmişəm. Vay, vallahi bilən töşbüşkü tıqıb etimiz, tıqaldın mı? Mene xaq, Gollandiyadaki ağıyla mene tıllama, adaş, başqalarını deyip, bunun apısını tıllama, dadısın, xurtun ballarını tıllama. Bu günah adaş, bulmaydı, ma balla özü, sen bilen yaxşı op qağız bakya, degəndi, mən telefon qıb, boludu, ondas keliştirip qoydum. Vay, bu kelişdi, Mirzat, apağına bir demişsin kelişemdi. Mening insonparvarligim bo'g'ashqa men urushmayman dedim. Qo'rqaydigan ish yo'q. U mendan qo'rqmaydi, men undan qo'rqmayman. Uning nenini men tortib olmadim, mening nenimni tortib. Sen urushtirgan bo'lgankin men
Voy sotga beramiz, balla ani quvvati, balla nima qildi? 1,5 yil tildiq. Haqqi bo'ladi hamishninki. Men dedim, sotning pulini chiqirayli. Mana qilayli desam, qildikmi? Men nima deb sening ballaring urushmaydi, chiqib urishdi ekanmiz. Men Abdurashidni, Muattarni tillandim, Rabi'a Qodirni tillandim, kimni tillagamsam, ular meni beshittildi. Biz seni tilladikmi? Biz seni tilamasak sen bizden qara ko't ichib, qaqning dadasini o'ligini sazayiq o'ynaydigan kim u? Ya chakit etma, anangni siker balangni qinni tushundingmi? Saqchiga hozirla arz qil. Ya barimiz yashash emas, chakit etma. Ami chakit etdi, anangni nervisiga tegdi. Senin qaqning bütün sen juvatdim degan bilan mening Google joyida avatgan nasrim bor. Yana bir telefonda avatgan bor. Sen juvat deylam. Juvat. Fukam juvating, siz aroqni ichsiz. Juvating desa juvatgan bilan ishlar tugaydi deb o'ylama sen. Pul xashlab sharaq son kuchimiz yetadi. Buzyapting bu ishlarni. Qasdanga beshida 10, keyindan so'ng ta'tir. Bizning beshimizga terrorist degan narsani akab kim terrorist degan akab kiydiribdi sening beshingga? Xalq terrorist Xitoy deydi. Uni sen oqlaysan. Ya oldimizda qirib etdi Ma hukumatdagilar ma anglash, ma oldimizdagi 15 yilda Amerika bilan dunyo bilan Xitoy kirishsa, qirib etdi film bilan kirib turib. Shanu Shavkatingni, seninki vijdoningni, ishputingni qo'g'daydigan o'sha askarlaring. Uni sen xalqaraga 10 qanot ko'z ochiqsa, siyosiy kuching bilan askariy kuchingimiz appaning bir nimasini mustaqil qilamsa, qaysi akontan qilsa, bir davlat akontan qilamsa, mangizga. Ya bo'lmasa olimnijat akontan bilan mustaqil qilamsa, Sayfullohning Aqsaroyning tuqim bilan mustaqil bo'lamda. Buningda bir vizion ketadi. Buningda bir xalqaro qonun ketadi. Solih Xudoyor xalqaro qonun bilamda. Dilyar Musabaydan kim biladi boshqa Amanulloh ishkisidan boshqa qolganlarni bilmay ekanman. Hozir yoshlarning uchun biladigan mushkisi bor. Siyosatni bilish uchun lobbichilik, aktivizmlik emas, xalqaro munosabatlar, xalqaro qonunlarni bilishing kerak. Indigenes qilayotganini biladi ekansan, o'g'lim. 2012-yilda chiqib so'zlabsa, xalqni uyg'otaldingmi? Uyg'otanmading, senda unash yo'q. Bola chiqib ikki yig'iz gap bilan ekran bilan muajiratni o'ngtay qilyapti. O'nglar so'ngni aravatda chidamay qolding, o'tirishamay qolding. Liq poqsidikan qotil, hijiqsiz ko'tlaring yig'ilgan, jaloblaring yig'ilgan, jurat o'bulnikidek bir hukumatingning ichiga akirmay undaq deding. Ha kirmayma dedi. Bilido sening tog'angning kelib ketyaptini, nim qila olaysa jalobning oldiri 67 qo'lingdan keladi, boshqa nima ish keladi? Ha? Adresini aytda haqsani so'ratdi u. O'chayning nasrimning hammasini sening bilan mismochalik aloqam yo'q hamda. Ben behlarni tildisammi, darajada anda ishpas gaplar bilan tildimigan meni. Chiroyli telefon qilib men arz qilayapman. Qillashmayli. Deganning yo'g'i to'xtadim, haq meni bir qo'rqib bir narsam tutibamidi. Dalshatnikini bir vikar to'xtab qolgan yerim yo'q. Xotini butun narsani e'tirof qilib, o'zi og'zi bilan chaqirtib, kechirimni so'rab, yig'lab undan qilmang. Menga qilay, undaq bunda. Degashgan meni, bo'pti dedim. Tuzdan yeyishganning yana biznesninki deyishgan. Acaba Roşa Abbas'ın bizimdelenmeyi dikensen bu. Roşa Abbas benim... Senin jalapqa bir hayalga qizilsizg'ing bo'lsa, yog'ankanga bizdan uyimda bayroq yo'q deysa, bizdan vatanda lager yo'q deysa, bizdan bizning xalqimiz ishlashni yaxshi ko'rdi, majbur emgak yo'q deysa, mutataqqib xalqni dot ko'rvatamsa, bu gapimsa, mening seni izdiginim rost, to'g'ri, menga igi chiqamdikin, tuzuk ish qilamdikin dedim. Sen nima da'vatsan? Sen nima da'vat ko'zangni sikimaman sana deb qo'ya tushundingmi? Sen undan qo'rqib qolmayman. Sen undan qo'rqib qolgan yer emasman. Sen mening hech narsamni tutolmadan tushundingmi? Men sen deb turganing hammasi ben yana ochadigan narsa va ochimiz. Bu ishning qayerdan boshlanganini. To'xtab turib, ma uyning eshigi ichilib qopti deb mengiz degancha seni ovoz qilganini bilib, men sen oldinga chiqib da'vagan. Hammani ep qo'y. Navarma mana sen chiqib so'zlayman, o'ylab ketib qolsam ovozi qisqat bo'lsin. Mana ishlar bilan deb. Hamda qopib Xitoyning odimi deb, sen kimning odimi unda bo'lsa, sen kim uchun gap qilyapsan? Mening uyimda bayroq yo'q, bolalarim da'voga aralashmaydi. Deb. Sen kim uchun gap qilyapsan unda bo'lsa? Adolat sudi Gollandak meni akirmidi-ku. Sen mi badoshni kelib pishnoxorlik qilib akirgizmaganning ichida yomon odam yaxshi bilmas. bilmə, 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 bilmə,
Senin aile uça bak kızların bile kılıvatkaşın hata mı o? Sana Norvegiya köpte onda hukukunu vermeydi. Biz mi yerge bir narsani qilib qo'ylik, taraf-taraflarga uchurlarni taqdirdik. Qazo va Xitoyni qo'liga berib qolsa qanaqa qilsa? Bir Ro'sha Abbosni biz birinde qo'qa ket. Ro'sha Abbos qizim, mening uni bilan ish yo'q. Nijat turg'un bilan tug'liqning qilishib ochiq setyapting-ku. Xitoyning Tojong budininga biroz kelib quvonga yoki manganga biltiqdan bir tanlab chiqarishqa uchurlaring desin. Na ketdi u? O'cha meniki dayirni ma avatgan narsani hammani. Bu balani nima gunohi erishadi? Bir ikki tal narsani chiqib yezib qo'ygani nima bo'pti? Nimachi o'tirashamay qolsa, quvonni qurtvadik. Ha? İçivatding hukumatnikini da'vatsanda, sen bilsa, sen bilib turib hukumatning soliqlarning bir ham tutib olib, ashtanimi nim qilib o'ynayotsa, chunki menga Nurahmat dedi, Yarmamat dedi. Fukam biz bu ayol ishonmaymiz, bu o'zi bizning inimiz kelib olib, mushta narsa qilib, soliqmi kongressning ichida to'marsizlar. Bular sen ishonmaydi. Bularni sarang, sanmi sarang kelsa, qara, mushlar uchun o'zingning borlig'ini yana bir narsani taqdim qil. Sen haqiqiy millatchi, vatanparvar bo'lsang, o'tir yo'lda bo'lsang, kelangda bo'lsan, mana biz ayata adırsınla biz varımız. Bizim oğlan bilen işimiz yok. Ve beni çok ara Şivisiya sahtısını çok ara Xitay konusunu üstümde ben tozak kurup çürüp kılmaya hemen çıkarttım. Ben dedim kança çırptım ananı sikeydi. Ben açtım bilen seni yüge pekirmem. Ben müzakçını aldırmam taşlap durup. Kendin mi? Sen o jüvet diyen ki jüvetsen yani bizimige. Ve ben bak o cinimi tikip küptürüp göreştirme sen aramdan bu kalı bile kendin mi? Senin inanını dadağını biz ötlerdik mi? Hükümetin desek sana neyim tok etti? Sen yakılanmaydı o davatamsa? Bak yüz örüştün mü? Şartı oludu. An aval kızılsız aktiken dersi var. Dilşat mı? Yiyen çağda, işken çağda yakınmakam. Casus kısalama diyen çağda, adamını sol tetme diyen çağda seni izlep bağlan. Sen o bizden avazımızı elip, o işki tutal depege xaqni qo'qatqinan o'ylab, muaciratni tashvish qilib etding. Mana o'zining og'zi bilan degan biz manda ishlarni qilib bergandik, siz chiqalaysiz, ukan biz chiqolmaymiz deb. Chunki haq birinchidan geografiyalik o'rniga kelanmaydi. Kelsa Norvegiyada qimmatchilik haq sotqi berishga yana bir nuqta chidamay, men qila olayman bu ishni, Zumrat tursin. Men qila olayman. Mening qo'limdan keladi. Sen bilen iç çalaydık adam birden bir men. Çünkü seni 5 qo'ldak biladigan adamman. Senin niyetin yaxshimi dema davada. 5'i de yaxshi olgan bilen sen ahırda şu 300 ming dollarning ichida sening shergachiliging bor. Ya senin kızın açlan projektlerini birimlerini qilib berib, jeningni beqiyotsa, chunki ilyarga o'g'lini uydan chiqarib emasmi? O remochilik qilib taksi haydab. Agar uni ilissa, uni Norvegiyada yuksak paravollik bayada uningni telefonda nimalarni app nimalarni tushadi, sana nimalarni qildi, ayni vaqtda kimlar bilan Norvegiyada yaqin bo'ldi, kimlar bilan ilib sana nimalarni avatdi, hamma narsa chiqdi. Taksi, remochilik emas, butun vayronchilik bo'ldi. Men sana chiroyli deb qo'yay. Meningki nasrimninki har qandig'ini o'chirib, chiroyli. Men bag'icha, Ershad bilan biz bag'icha. Baka yana varangchiringiz men naq maydon qilmay, dunyoviy emas chiqib sarangka bu deb qilsa. Saranglikni sen de kömüdün, sen o'zimchilikka chiqib qilsam, meni haq qo'rqaydi dema. Sendan qo'rqmaydi, mendan qo'rqmaydi. Qara, raskatni qilib sen raskatni yaxshi ko'rmaysan, men yaxshi ko'raman. Bizni po'q deb qaraydi, tushundingmi? Bular ishdan salalaydi deb qaraydi. Shuning uchun bularga tegsak, ishdan nesivitidi, bular po'q chamasak chachiraydi deb, sen bizni po'q qatorida ko'rdi. O'yla sendan qo'rqayotganlar. Qo'rqmaganlar, bizni qo'llayotganlar nima deydi? Allah razı olsun inelerimizden, müşahidlerimizden de sana ergeçti. Sen bu yolda orta yol tutmaysa, top doğru yolunu tutsa, ayakka kaymaysa, gipin olsa, biz gideyse, telefon açalgan boğandan ki içip, man nima çıkıp gitse deyse. Ya to'xtab qilishdim bu aramdan boğanlar. To'xtab qilishdim bu. Ha? Haqni degan videolarni kesib choplab, o'zing deding bu bizning da'vat bütün dünya anglab bo'ldi. Mustaqillik deyishimiz kerak. Yan adam qop bir o'rniblam sen sarangmi umuy sening o'zingning nimdavatqanlaring meniki Ro'shan Abbos bilan Ro'shan Abbos bilan mendek ichshalaydigan bo'lsanglar qo'g'ra qilolmas qo'qsa mantang seqraydi zir qilib qo'qsa uningda men qo'rqmayman chunki meni tutqizib qo'ygan yerim yo'q sen qo'rqir ekansan qizil sizig'im Ro'shan Abbos deb chiqib degan sen men emas men uni tillayotsam sen o'zingcha bir narsani ichib olib
Qaqni qo'rqitib o'ynayman, psixikasini buzib kirgizayman deb o'ylayaptimsan, mumkin emas. Sen Mirzatdan ashta qo'rqib kirib ketdi. Shuning Mirzat qilgan ishni biz qilsak, bu qiladi deb qolsanda, Mirzat qarayim, Mirzat yo'q qara, men bilan urushgan bilan. O'g'alval degan ancha-muncha bir narsani avatishimiz-ku. Men ashdan ovozni qo'ydim, lekin Mirzat men avatgan ancha-muncha seriq filmlar botdi WhatsAppda. O'g'alval o'g'anki avatmiz, o mana deb. Ash narsani ashdan men bilan urushgan ashu qo'ymadi, lekin men uning ovozini qo'ydim. Sen urush qilsak qo'yib, men urushmayman desam, sen yuzirib qarg'itib qilyapting. Xitoy konsulda mishta ishim bo'ldi degan vaqtimda menga telefon qilib, advokat qancha pul ketirgan, meni ancha-muncha yig'ib qo'ygan $2000 pulim bor. Kartani da men avat bering deganda, yo'q, bu yer advokat bekorlik. Rahmat, yaxshi ko'ngilga deb rad qildim. Sana o'sha chiqtirilmadi, ha? O urush qilsagan sen ayni vaqtida. Men qig'im yo'q dedim, nimda bizning bolalarni sanmaysan? Ershad qilib sen yiqilashgan vaqtingda men degandim, ukam diqqat qil. Bo'lmaydi. Ma ishlarni sen diqqat qil, shashiraq tur. Ma ishlarni sen diqqat qil, kirma jidalga degan. Men uni voy sen degan mening bolam, ukam, opingiz bor, ha? Opingiz bor. Ha, mening opadam. Chiqib qaqning o'ligini sasak o'ynadingmi, qara kuntingda. Bundaq nimasan? Mening endi turib. Alo, nim qilganlaring, o'zingni bilish. Heliqi. Dinlar Uyg'ur deganlaring Amerikadagi. Sening ayni vaqtida Instagramda rasming bilan taq, sening qara isming bilan sen nima qilgan bilan men tushirib taq qilib qo'ygan. O'zingni bilish. Rahimajim, yarat Mermamat barat. Mening ichida bir kasallik bor. Shuning uchun haq mashruiyat qilamiz. Xalqning qo'li o'tgan narsa kontrol qilamiz. U Sayfulloh o'qimagan bir javobni olasiz bo'lsa, o xalqaro jinoiy ishlar sudi nimba uningga? Prezidenti bormaydi, yo adolat sudi sayraga kirmaydi, yo mana shu yapitni ziyanga nimani yoshiryapsa? Bilmaydi emas, bilimiz. Faqat bo'pti deb atmagan yerimiz bor. Sana titanmandiq, sana titanmaydigan yerga adam emas. Nayt kessa, adamning birini yo'llaysa, atqizitsa yo o'tkazitsa, yo chepitsa, uning uchunmi? Xuddi sen o'lmaydigan yashab ketparsan, butun seschiligingni yoshirib. Adırsınlı evet. Balan işletmeme en yaxşısı. Roz Ramazan tugay dedi. Biz yetip, aeroplanı uçup berip, yetip, yep, sayahatini qilib, qo'limizki narsalar bilan, narsalar bilan, men so'raydigan odamlarni so'rdim. O'likni payqab qolgan Yevropa nihoyatda ig'ir jinoyatga. Meninkini bo'pti, demayli turayli, bo'pti, lig'anninkini bo'pti. Uning hisobini o'zim olaman bu. Uyar balani ishletmeme. Şirketlarni ichib, taksilarni haydab, remontchiligini qilib, xotirjam qilsin. Fakat biz onun bir isim qilib qo'ysak, mana bir apurdi. Ya Zöhra Aysani izlab, qaysi saqchqan bor biladi ekan-ku, ikki telefoni bor ekan. Oy, jiroq bir mustaq yaqin yerda turadi ekan, chegirga yaqin. Undaq deb debdi-ku. Ya bo'lmasa, saqchi orqali tepib berib, kompyuterlarni, telefonlarni pak jug'ashtujimi? Jusangmi chiqdi men sana deb beray qonunning hammani. Meniki aloqador narsaniki hammani juysan. Bir tan narsan bo'lmaydi, chunki sen ishonchsiz chiqding. Ben sana işendim, sen bana kendimden oruk oldun. Sen benim ailemge kırdın, benim adamge kırdın, benim turmadaki atanamı kırdın. Sen bilemdin, sen köygenmedin, seyyad otağın ne bu? Senin tırlaşların anakırda karakolda münafıklar kurultuydukiler öyle o ses çıkıvatıdı. Norvegiyanın kanunu hal kılmasa, benim kanunum hal kılıdı. Erkek kanunu hal kıldı, erkeknin kanunu hal kıldı. Biz kılalayımız, kılanmaydığa gerek emez. Jahan naytar. Qo'ng'ongni qisib, o'zingning ishni o'zing qilib, adresingni tashlab, bizning oldimizda o'cha narsalarni, jiqqan narsalarni. Ershadnimi cheksiz, afkam cheksiz. Ya chekamda isham nima ishing bor bizniki? Sen abi eshak, iningni gilg'i eshakning qaysitirlik deb o'limida. Anangiske. Ana kishbilab qoldi ya, Samsung telefonda qatilib, mushundaq qilib, mo'chining ichini mushundaq qilib. Ya ashlami tilyapti sening kasabtimni, anangni chatqilnimi, araq ichamda yana biznimi qilamdiq. To'taq sikamdiq bo'lmasam, sening nima, sening qizingni, sen yataqqa men tashlab qo'yib chiqayotgan vaqtda qizingni sikmagandan sening nima ishing bor? Nangisiga sarang. O'sha sarang o'sha, men sening sheyxingga chiqligini men deb qo'yay. Saqchiga. Biz borimiz saqchining oldiga o'zi, sen qo'rqitatamsan o'zingcha. Advokatning bayanishini, advokatning bo'sh o'zingga mening nima ishim bor? Advokat sendek jamiyatni qalayim qanday, sendek to'r dunyosini qalayim qanday odamdan qo'rdamda. Biz tashkilotning adımma, bizning otanimiz tillaydigan, adimiz tillaydigan.
Ha? Voy, voy, ey! Eringning tuqqanlari borki, Gollandiyada, Turkiyalardan borki ko'rish. Ey, nay kelinlikdan voy yetkazayotgan kelsak, angladiq hammani. Shuninggacha qaramoqda kupurlig'ingdan, hali haqni pasporti yo'q, puli yo'q, divona u bu. Hech kimni yaratmaysa, o'zingcha ishlamsa bir yerda, hayamni ishlaydigansa o'tirsam, hech haqni telefonni ovozi qo'yib, attigina tushdiki, ushugancha qopsa, ballarining tillab akirpagan, remotchilik qilib, taksi qilib akirpaganini yeysa, chiqarversan hukumatnikidan yeysa, imavatgan bo'lsang nimancha kuchab ketsa, hukumatning xato qilsa, buzayotgan nimancha bizning otanimizga, adimizga hujum qilib ketsa, qara kuntingda bizni qo'qab kirib ketadi deyapti, bu boshlanishi endi. Biz qo'qab kirib ketmaymiz, biz qo'qaqlik ish yo'q. Sen bilan mudul har qanday yer ochiq deyalaymiz, har qanday narsa ichitalaymiz biz. Qo'qab ketgan ish yo'q. Vayga ketgansa kelinliknim shuningmicha qaraya ishdan qat bo'xtasiz qilib yursa, inonda bir odam yo'q. Hammasi inondan qochidi. Kimlarni qochiryapmiding? Boshqa odamga qilsangmi, nankor, tuzkor, badbaxt. Birisiga, "Ma ening o'lganda odam yo'q, inongni zikra hisob qilmaysa, erkin ro'zingmi, tagminingmi?" Ikkinchisiga, "Menga qilmaysa, tushundingmi mana ishni?" Haqmicho qara kirib berib, Amerikaga sen bilan bilib berib, hukumatni tanlagan bo'lsa, hukumatdan chataqlayotganga to'g'ri ekanmi qilgan mana chiqyotidi-ku. Siz xishiliqlar. Boshqa hukumatni tanlabdi, to'liq Abdurazaqlar bilan bir yerda turibdi, uni buni qilibdi. Nim bo'pti? Ashning uchun degan, ashning uchun haqni chaqirib yig'ilib, to'g'riman dedim, biliqmay satgan, uni qilgan, buni qilgan deb men dedim, ha. Ma o'zimnimi ba ayib. Seni odammikin debdi, seni odam qila olamiz. Xotirjam bo'l. Yurib ketgansa, ikki poch rasmni ko'tarib, erkak qirg'inchilik quchirgan millat zimendab chiqdi deb tag'ning ashi oldi, mustaqning oldida yurib ketgansa, u yoqni keyin yog'och uyning keyinda. Hech nima qilolmay va bu bunda emas, bu ishni o'lgan manda anisi sikimiz deb turib chiqib. Seni bunda bir zumrat tursin qilib qo'ysak, o'zing bilmay bizga put etib boramsa, bizga put atma, sening dushmaning emas biz. Bizga pusatsang bizmi atalaymiz. Kuniga tillaymiz chaplab bizmi. Eng badbashir gaplarni topalaymiz, ota-onangning rasmini tuqqanlaring bormi yerda. Biz qilmadik. Megar mening iliqi namoyishga chiqqan ishga og'aynam bor. Qarakot ishkini ichib berib tillab qilsam, toza tillab qilmayman, men bilaman. Qilmadik, odamning ishini qildik. Men u murattarni tillagan bo'lsam, uning dadisi tilladi meni. Men erkinni tekasini tillagan bo'lsam, Zumurtayni tillagan bo'lsam, uning Alloh balasini versin, o'zinglar ko'ryapsizlar. Uning dadisi tilladi meni. Ben Rabia Qadir'ni tillagan bo'lsam, mening ishag'irchish yo'q, meni sarang deganlik uchun men tilladimki, to'xtadim bo'ldi. Momayla ishim yo'q deb. Sen gaqimamsa, sen ro'sha basan gaqlanmaysa, hech kim gaqlanmaysa, qizil sizg'im deysa, haqni ajab. Ne dedik, turma kirib ketgan Samat abla. Qirib o'laydigan Rabbichining kuching ashdan azla yetdi, hukumatga yetanmaydi. Uning patriotido uning tag'ilari. Men qo'rqmayman. U tag'i so'rab baqsin, O'zbekiston prezidentining indiki generallarning ichidagi birisi mening akam. Men qo'rqmayman. Meningki xili tigim bor. So'rab beqib qilasa, shuni qilmoqchi bo'lib qolsangmi, qiladiganlaring. Tarix kamning jiyani deb ayadiki. O'zbekistonlardami, xili O'rta Osiyodami xili tigimiz bor haqlar bizningki. Men qo'rqib qolmayman, o'limdan qo'rqqansam, yana birimdan qo'rqqansam chiqmayman men. Meni biladi hukumat. Sening Xitoyning odami yana birim deganingga, men Shvetsiya bexatar ko'rdingmi? Qizing bilan men kelgan chaqda, olo deb bir telefonni olgandim, ertasi keldi. Vaqtda qancha o'zingning qiz tayyorlab berdi-ku materiallarni ochta ochar. Shvetsiyaning ishini ochalgan odam, Nuruyganikini ochalayman. Men sendan qo'rqmayman, men sen deb qo'yman. Hech qanday jinoyat qilmadim. Men sen beshida hammani deb qo'ygan. Oldimdan bütün hammani deb o'tib qo'ygan. Voy, ishni bo'lmay fikrim. degan ashu kech-kunduz. Ma hukumat fikrimi? Bilib, haddingni bilib shun, o'zingning nima ish qilayotganini bilsa, Sayfulloh sen. Oxirgi vaqtda Amerika kelanmas bo'lgancha Turkiyaga berib qip ko'rishib, ketib qotdingni. Seni bilmaydi dema, biz hamini bilamiz. Bilgachga hukumatning mashruiyat ato qilsin dedi ham. 27 tashkilotni bir nima deysa, Xitoyning odami josus chiqamansa isboting bo'lsa.
Xitoyning odami avtonomiyachi deysa, haqni o'zingmi shugu, indigenuslarga yuribsan go. Sen mi hukumat emas, meşruiyatga erishdimmi? Seni Amerika e'tirof qilmadi. Sen uni faqat bir Uyg'ur qonunini chiqarish uchun Rabia Qodir bosib olganini qilish uchun sen faqat o'ynatib qo'ydi o'yinda. Da beshingni silab qo'ydi. Sen bilmading uni. Amerikaning istixbarotlari kelib seni o'gitayli, mana qilayli sen rasistlik ularga teqib boshqa narsani o'gitib, seni iningdan hamma odamni qochiribdi. Sen hech kim emas. Sening sali Xudoyor men deb qo'yay. Mushi Ershadning dadasini tildig'ini, burunqi biznikini qilgining, ashu sen qora ko'tlardan chiqib hozirgacha bizdan emas delanmading-ku. Biz hammani inglizchaga, shvetschaga o'rib, Amerikaning konsullariga tashlaymiz. Gollandiyadagi Amerika konsuli u bu. Gazg'izib, o'lgizib men tashlag'izman opirib. Finlandiyadagi tashlayman, Norvegiyadagi tashlayman. Google bosaq hammasidan chiqadi. Sening qandaligingni ku bizning ku nima vaqtimizni anglaydi. Sening qandaligingni ko'rsin. Tushundingmi? Sening dadangmi ashada turgan, bilsang, sening ishputingni, sening xonim qizlaringning nimasini qo'g'daydigan askarlar bu. Buni chaqqan xitobnomani e'lon qilib, buni chaqqa oyoqqa yetkazishing kerak. Oldingda bu qirg'inchilik, bu virusga hech narsa emas, Xitoyda endi qirdi. Lekin Xitoyning generali nima dedi? Yana Amerikamush Uyg'urlarni qo'llandi, davatidi. 2014'te, 2012'de, 2009'da başladı geldi. Bizden keldiğin xavf Uyg'urlardan keldi, Uyg'urlarni qurollantirdi dedi. 2016'da başlab Belgradda ökün yana davatıdı. O'ltirib bo'lib, yerimni tugitib, yana qanoat hosil qilmoqdi. Aramdan bo'lg'ali talishib o'tiraveramsan shunda. Senda u qobiliyat bo'lmagandan chiqib Ramazonda eshakning og'zimni buzib yetmay, ablatni tushava ko't o'rningdan anangizga qotil aramdan bo'lgan. Tushava Sayfullah o'rningdan. Egallab olib, anangning hukumatimi, u aqaysan bir oila kishilar boshqarib oldi ham. Qungangda sizga liq boq jalaqning oldiri. Mening rahmajim, rahmat. Yarmamat ma hukumatga muxtar cho'ng. Haliqi yana birlaring, yana surgunlik zuvaningni yig'ib o'tamasan deb qo'yay. Mening bir eg'iz gapimni Amerikada qilganimsan, mening pulqim keldi. Patriotma xotiningning rasmi bilan chiqib tillab o'ynab. Yuraklaringni laqt qilib o'tmaman sadaqa. Men ko'taranmaysan, men qiyirga vaqtingda. Qilsang qo'ng'ani qisib qilma ishni, kelishib qaq bilan. Qilmasang, nadin Qurboncha Isomidan nima dedi menga? O kelayotgan pulni Isom deb berdi, u biladi ekan. Yaqin deb tinivasi ma'zum Norvegiyaga berib, inshonimda qo'yib berma o'znikini. Nima deganini aytdi menga. Kim bilan savdo qilibdi? Ya qilsin. Ya u har qandig'ining zaten bo'ladi, savdosi Xitoy bilan bo'ladi. Bo'lmasa emas bo'lsin, pul topsin. Milliarder olsun, köklense Allah berketini versin. Lekin senin davaçılarının içinde bolsun, meyli poptu müstakillik alsan bir gün bizimle kısatla temelli falan. Lekin sen buzgunçılık kılıp bunu buzuversen, kalkını Xitay'nın adımı deysen, senin eğer ticaret boğatkan tukallarını çıkartıdın. Onun ne deysen? Ne var Ramzan'daki? Yani eşek bağın çağda, şu balağının mevsimi bağın çağda görsenik meydanını. Hoş kırındaşlarım.